Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hörmətli televizor görüşlər. İslam və Biz proqramımızın 105-ci sani görüşlərini qızğın qarşı alırıq. Mən Abdullah Yalğun. Qadirli görürmələrimiz, həmmallah məlum bolğandək uzundan buyan davam qılıbatımız hər həftə şu saatlarda. Allah'ın rəhməti bilan əlbəttə xilma-xil temalarda toxtaldıq. Hər bir müsəlman çoxum bu məsələləri sözlənən bütün temalarını mana şundaq hər dərsdə olub atqanadək şu Kur'an-ı Kerim'nin ve Peygamberimizin ki hadislerinin ki yol yoruqib, bunun nuru astıda şundaq deliller üstüge tayanılan asasda düşünüş gerek bolğan temalarda xilma-xil mavzular toxtulub kelyapmiz. Allah ömür bergen müddetçe yana davamlaşdırışqa tirişimiz əlbəttə. Bugünkü ve şundaqla davamlıq hər daimlik proqramımızın aziz mehmini bolğan Şərq Türkistan Ölüm Ala Birliği əzası şundaqla Dünya Müslüman Alimler Birliği əzası Abdurrahman Cemal Kaşıqani təklif qıldıq. Qımmetli vaxtını çıxırıb qədəm təşərrüf qılğanlıq üçün köpdən-köp rəhmət etimiz alırlar. Allah razı olsun. Qadirli görürmələrimiz, proqramımız YouTube ve Facebook kanallarımız arqalıq Naq Meydanında tarixlıyotdu. Ekran aldı çıxıb duruyatqan nömrümüz şundaqla ictimai fikir vasitələrdəki əlaqə vasitələrimiz arqalıq proqramımızға əlaqədar hər qandaq fikir təklif bolsa, belişanlarını, suallarını bolsa, soruşunlarını ümid qılımız. Şundaqla köplügən qayındaşlarımızın paylanışı üçün hem bəhirləb qoyuşuna hem unutmayıslar. Bugünkü temamiz elanımızda tünügün bəlgəndək Suudigarning əxlaqi mavzusuda toxtulğanlığımızı degan edik. Əlbəttə bu tema ötken sanımızda biz İslamdakı Suudi setiq əxlaqını tunub ötkendik. Nəhayət mühim məzmunlar sözləniyədi. Bugün ana şu Suudi setiqini bevasitə elib baradığan Müslüman bir Suudigarning əxlaqı qandaq bo'lishi kerak degan masalalar haqida to'xtalishga tirishimiz. Unda ustoz bevosita kirib kelsak programmamizga, oldi bilan shu tijoratning albatta biz har sonimizda mu'minning qilayotgan barliq ishining aslida shuning go'zal niyati, xolis niyati va islomga to'g'ri qilgan ishining ibodat hisoblanadiganligini so'zlab kelyapmiz. Bütün temalarimizda ko'rganlarimiz buni tushunib kelyapti hozirgacha. Albatta bu bugungi temamiz bo'lgan bu tijorat masalasimi? Mu'min agar to'g'ri qilsa, buning bir ibodat bo'lganligini hargiz pul deb ishlan qolmaydiganligini bugun tushunib o'tamiz. Shu tijoratning ibodatligi va Suudigarning axloqi degan temaga kiramiz. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Allah hamsına peygamberimizge dua salamlar olsun. Biz ötken qatım yuqori deyilgandek İslam'nınki soğut setiq yoki iqtisod tuzumi ve bu soğut setiqlarni kontrol qilib turadigan asosli qoidalar haqida qisqacha bir to'xtalib o'tgan. Bugun o'tgan kapdan farqli bo'lgani biroz bu Suudigarda tepilish tegishlik adab axloqlar ya güzel xislatlar degan bu temada markazlashimiz. Albatta har bir musulmon o'zining ailesining turmush g'amini hal qilish uchun diniga, milletiga ve cemiyete hizmet qilish uchun pul tepishi, so'l-setiq bilan shug'ullanishi, tijorat bilan shug'ullanishi yoki bir manfaat keltiradigan biror ishlar bilan shug'ullanishi bu ibodat sanaladi. Halal tijorat islom dinimizda ibodat hisoblanganligi uchun savdogarlarningki harom savdolarga yoki shubhilik savdolar o'rlashib qolmaslik uchun so'd setiqqa yoki tijoratga munosabatlik shariatning ko'rsatmalarini bilishi va islomning bu so'd setiqqa aloqador adab axloqiga rioya qilishi bu musulmonlik majburiyat hisoblanadi. Xo'sh. Biz tijoratni ibodat dedik. Yani halal tijoratni ibodat. Endi bu ibodat bo'lgan ekan, tijoratdan iborat bu ibodat Suudigarlarni namoz o'qishdan, zakat berishdan, islomning ko'rsatmasi bo'yicha yashashdan va uningdan boshqa Allohning haqqini ado qilishdan to'sab qo'ymaslik lozim. Ba'zilar deyishim, men ado qilyapman dedi. Men qilgan ishim ibodat ekan-ku. Haloldan pul topib, halol yo'lga ishlatsam ibodat ekan-ku. Bu ibodatni qilgandan keyin boshqasini qilmasam bo'ladi demaydi. Bu soğut setiqninki ibadeti. Bu yerda her qanday bir musulmon voz kechmaydigan musulmon bo'lish, musulmonlar kategoriyasiga uchun voz kechmaydigan ibodatlar.
Mesela namaz o'qish, savdogarlar, iqtisod egalari bo'lib qolsa, zakot berish, islomning ko'rsatmasi bo'yicha sharkat qilish deganga o'xshash. Bu tijorat ibodati hargizmi asosli ibodatdan o'rnini bosolmaydi. Yani bir tarafdan o ibadetini qilib, bu tijorat qilmay yoki ilm satim shug'ullanmay yoki ishlamay baka talab yazsa, u musulmonlik o'mi yarashmaydi. Her ishninki o'ziga xos ibodati va buni joyida etmanish lozim. Bu sebepten Allah subhanahu wa ta'ala ticaret qilish sababli yoki savdo sotiq qilish sababli yoki pul tepish sababli ibodatdan mahrum qolmagan. İslam ko'rsatmasi bo'yicha yashashdan mahrum qolmaydigan tijoratchilarni alaydi madiylik. Alaydi tilg'ag'an. Qur'oni Karimda rijalul la tulhihim tijaratun va la bay'un anis salat. Va la bay'un an zikrillahi va iqamis salat va ita'iz zakat. Haqiqiy mu'minlarni sifatlab kelib, bu haqiqiy mu'minlar kelsak, savdo sotiq ishlari, tijorat ishlari, ilm satim yoki pul tepish ishlari bularni zikrullohni tutsam. Zikrullohdan maqsad Allohning ko'rsatmasi bo'yicha ish qilish demak. Davomli Allohni hozir, nazir deb e'tiqod qilish. Aqida ruhidan ayrilmaslik. İslamning ko'rsatmasi bo'yicha yashash buni zikrulloh deydi. Bundan mashg'ul bo'lib qolmaydi. Savdo sotiqni deb islom ko'rsatmasi bo'yicha yashashdan mahrum qolmaydi. Namozni kechiktirib qo'ymaydi yoki zoya qilib o'tmaydi. Zakot kelgan chog'da uni bana qilib, buni bana qilib, bermaydigan undashni qilmaydi. Mana bular haqiqiy mu'minlardir. Alloh bularni nima deydi? Ham buning aksicha tijorat unda bo'lganda, yoki tijorat vaqti kelib qoldi deb, yoki ilm satimni bana qilib, itoatni unutib qolgan, ibodatni, farz ibodatlarni unutib qolgan, iqtisodga Allohning boshqa belgilagan haq-huquqlarini unutib qolgan bunday tijoratchilarni Alloh taolo qattiq ogohlantirgan. Bu şundan tepinler dedi. Bu imandan ro'y bo'yicha ish qilmovsizlar dedi. İslamning ko'rsatmasi bo'yicha ilm satim kirmovsizlar deb ogohlantirgan. Masalan, bu vaqt Qur'oni Karimda ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum va la avladukum an zikrillah dedi. Mu'minlar dedi xitob qilib. Ey mu'minlar dedi. Iymon kirgan kishilar dedi. O'zini mu'min deb chaqlaydiganlar dedi. Ma savdo sotiq ishlaringlar, tijorat ishlaringlar, ilm satim ishlaringlar yoki bola chaqanglar maktabga olib borish, ekilish yoki ularning holidan xabar olish yoki ularni beqish bu ishinglar sizlarni zikrlarni to'sab qo'ymasin. Qur'onni o'qishdan to'sab qo'ymasin. Islomning ro'yi bo'yicha yashashdan to'sab qo'ymasin. Kim bu yerda ilm satim bilan bo'lib ketib, tijorat bilan bo'lib ketib, islom ko'rsatmasini unutib qolsa, Allohning ko'rsatmasi bo'yicha ish qilmasa, u vaqtida u ziyon tortadi. Dunyoda ziyon tortib ketadi, u oxiratda ziyon tortib ketadi. Şuna Müslüman savdogarlar ticaret ve payda menfaatdan ilgili İslamning ko'rsatmasini oldinga o'rin qo'yish. Ya'ni bir tijoratni qilishga ilgili bu ish to'g'rimi, to'g'ri emasmi? Bir payda bor deb qaragan bo'lsa, bu payda halalmi yoki halol emasmi deb İslamning ko'rsatmasini tijoratninki va payda menfaatni oldiga qo'yish. Bu savdo sotiq yoki ilm berim ya tijorat jarayonida dinning prinsiplarini yoki dinini va bu dinning qimmat qarashlarini mol dunyoga, mansabga, yana bir narsaga almashtirib o'tmaslik. Masalan, ba'zilarning sotqinlik qilishga o'xshash, xiyonat qilishga o'xshash yoki mol dunyo tepish jarayonida o'zining qimmat qarashidan vijdonni bosqichga o'xshab bunday qilmaslik. Harom savdolarga yiqilishib sanmasligi, İslam ahlakından çetlep ketmezse ve başkalarınınki hak-huquqlarını onu yapsanması lazım. Çünkü Kur'an-ı Kerim bu vaktimi alayda müminlerge agahlandırış bergen. Yani iman sözülerini hitap kılıp وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ Mal mülkünler nedir? Gerçi bu mal mülk başkalarının yançıklık bu olsun mu? Sizlerinin meninde değil. Müminlerin koldaki bal bir müminin mülkü çünkü payda yetkizdik Allah için. Menfaat bir Allah için. Şunu bir yerde mal mülkünü haksız yolu bilen almanlar. Haksız yolu bilen özanlık kılıp almanlar, ilgili almanlar ya ki payda da bilmanlar. Haksızlığın ki dairesi kenar. Oğurluk kılış deyimiz, buğulaş deyimiz, koyumculuk kılış, aldamçılık kılış, sahtipezlik degen okşaş her türlü kişiler hemmesi batıl yolu bilen. Enin kendi vatutlu bir yerlerken bazılar var, başkalarını iş kısaliş arkalık. Bire hakimiyetin iş kısaliş arkalık, bire sakçının iş kısaliş arkalık, bire
arıcı, o'ttirib tushadigan bir vositani ishga solish orqali, birasi masalan notarga ishlaydigan yoki hukumatningki bir idora ishlaydigan ma'murlarni ishga solish orqali boshqalarni qo'yib o'tadigan, boshqalarning haqqini bir yo'llar bilan o'zidan qilib oladigan bunday ishlar. Ma ishni siz qilmanglar. Ayda qilib qolsangiz boshqalarning haqqini siz yeb olgan bo'lasizlar. Xo'sh. Ishlarningki bir bo'lib mol-mulkini bilib turib elib olgan bo'lasizlar, bu ishga yaqinlashmanglar deb qattiq ogohlantirdi. Demek bu yuqorqilar binoan musulmon savdogar har qanday vaqtda Alloh taolaning uni ko'rib turganligi, anglab turganligi, ish harakatlarini bilib turganligi va butun ish harakatlarini kameralik, ovozli holatda xotirlab turganligini buni esdan chiqarmaslik lozim. Buni ko'rmaydi-ku, hech kim bilmaydi-ku deblar boshqaning mol-mulkiga aralashtirib etsa, masalan boshqaning nochi mol-mulkini o'zining nachar mayligi deydi yoki o'zining nachar maylini boshqalarnikiga deganga o'xshaydi. Qaysi bir saxtpazlik qilib qolib qolsa, uni Alloh ko'rib turadi. Bu dunyodan o'tib ketgan bilan oxiratga borgancha buni hisobi. Buni musulmon savdogar unutmaslik lozim. Ikkinchidan musulmon savdogar qilmoqchi bo'lgan tijoratlarda, savdo-sotiqlarda, shirkatlarda, bozorlarda har qanday bir ishda islomning ko'rsatmasi bo'yicha ish qilishi. Harom deb belgilangan, ya'ni mujtahid xarakterlik mutafakkir olimlar harom deb fatvo bergan bunday savdolarga yiqilishib sanmaslik, garchi uning foydasi xiyoliy bo'lsin. Yoki jiq bo'lsin. Haram savdolarga yiqilishib sanmaslik va qilayotgan har bir ishi ibodat bo'lganlik uchun buning ibodat ro'yidan chetlamaslikka va islomning axloqiga namuna o'rnak bo'lish lozim. Mana bu musulmon savdogarlarningki tijorat sohasida, savdo sohasidagi munosabati yoki majburiyati bundan iborat. Hakikaten yukarıda so'zlab o'tilganlarni xiloligini amaliyotda shuning butun jarayondagi barliq shu savdosini ibodatga aylantirg'ini degan gapda hamda shunday bir joyida qila olsam. Xo'sh, hamda savdogarning islomdagi axloqiy bunday qanday bir albatta musulmon, ba'zi musulmonlar savdogar bo'ldi, ba'zi musulmonlar ilm ma'rifatli shug'ullandi, ba'zi musulmonlar dehqon bo'ldi, ba'zi hayotning har xil sohasi bilan shug'ullandi. Ammo ilm setimi qilmaydigan bir musulmon bo'lmaydi. Garchi tijoratlar shug'ullanmasimi, bir narsa sotmasimi, oladigan musulmon bu. Demak, bu yerda har qanday bir musulmon ilm setimdan tijorat sohasidan xoli emas. Dehqon bo'lsa bug'doy olib qolsa sotadi, baqqol olib qolsa mevchibisini sotadi. Raq zavodi yoki paprika telefonchi olib qolsa sotadi. Unda o'qa vaqtida har bir musulmon bu savdo sotiq sohasidagi bu islom axloqiga alayda buni diqqat qilish lozim. Endi bu savdogarlarda yoki tijoratchilarda yoki hamma musulmonlar tepilish tegishlik eng muhim sifatlarning birinchisi rostchilik bo'lish. Ishonchli bo'lish. Rostchilik bo'lish degan maqsad gap so'zlar rostchilik bo'lish. Qur'on Karim kunu ma'as-sadiqin. O'zingizlar rostchilik bo'linglarmi? Rostchilar bilan bir safda turanglar. Rostchilar bilan birga yashanglar. Gap so'z rostchilik bo'lish. Va'da qilgan bo'lsa, va'dasi rostchilik. Aytib bermad degan bo'lsa, aytib berish. 2 soatdan keyin ko'rishaylik degan bo'lsa, 2 soatdan keyin ko'rishash. Bu va'da. Kelishim tuzgan bo'lsa, to'xtamnoma tuzgan bo'lsa, masalan, mashinani sotdim deb to'xtamnoma tuzdi, uyni sotdim deb to'xtamnoma tuzdi. Buniga amal qilish. Ya qaysi bir to'xtamnoma bo'lgansiz amal qilish. Omonatni saqlashda rostchil bo'lish. Masalan, ba'zi insonlar pulni omonat qo'ydi, ba'zi insonlar bolasini omonat qo'ydi, ba'zi insonlar sirni omonat qo'ydi. Buning da rostchil bo'lish. Ening kendidan o'z sotmoqchi bo'lgan narsa kerakninki yoki molninki haqiqatini yoki uning aybi bo'lgan bo'lsa aybini, buning molning bunday aybi bor deb uni bayon qilishda rostchil bo'lish bu rostchillikning taqozosi. Bunun Kur'an-ı Kerim alayda tashabbus qilgan. Va awfu bil ahd. Innal ahda kana mas'ula. Boshqalar va'da bergan bo'lsanglar, kelishimnoma tuzgan bo'lsanglar, so'z bergan bo'lsanglar, amal qilinglar. Buning so'roqi bor. So'z berib bo'lib, va'da berib amal qilmay qolib qolsanglar, hisobini sizlar bilasiz. Sizlar vaqt mas'uliyati, sizlar vaqtida gunohkor bo'lasizlar dedi. Buning asosan bir odam shaxsiy tavba bir ishda so'z bergan bo'lsin, yoki va'da qilgan bo'lsin, yoki shirkat tavba bir ishda va'da qilgan bo'lsin, yoki davlat kitobi bir ishda va'da qilgan bo'lsin, kelishimnomalarni imzolagan bo'lsin, shu ish harom ish bo'lmayotgan amal qilish lozim. Masalan, nimaga o'xshaydi bo'lsa, masalan, shaxsiy kitobani bilamiz. Biz sizdan mol olgan bo'lsak, berish. Shirkatdan mol sotib olgan bo'lsak, masalan, to'nglatqa deylik, berish. Ham davlat kitobi. Bu davlatdan bu faqat bu davlat islom Xitoylik o'zimiz kasb bo'lmaydi. Masalan, biz Turkiyani misol qilaylik.
Türkiye'de biz yaşadık. Biz Türkiye'de yaşagan bilen fuqarolik mecburiyetimiz var. Devlet bilen tuzgan to'xtamnoma. Masalan, suvning to'xtamnomasi var. Bir taraf shaxsiyning, bir taraf hukumatning. Gazninki deydi, elektrik deydi. Yoki olmagan bo'lsa, noterlikda degan o'xshash. Bu yer imzo qo'ygan bo'lsa, bunga amal qilish lozim. Shu imzo qo'ydigan ishni dastlab bilib, qo'ydigan, qo'ymaydigan yana uni bilish lozim. Qaysi halol, qaysi harom uni obdan farqish lozim. Demak, haromdan bo'lmaydi ekan, shaxsiy tava bo'lsin yoki shirkat tava bo'lsin yoki davlat tava bo'lsin, bunga haqqi rioya qilish lozim. Yo'q, davlatdan mayli desa, ommaning mol-mulkni yeb ketganligini qatori ko'rdi. Chunki davlat bu yerda fuqarolarga 85 milyon insonga ishlatadigan narsani bir odam bir taraf qilayotgan bo'lsa, bu yerda ziyon chiqadi. Hem ishonchlik bo'lish deganimiz omonatni qaytarib berish ishonchli bo'lish. Masalan, birisi pul qo'ydi, $1000, $2000 deb. Uni qaytarib berish. Uydan bizni saqlab qo'ysizlar deb ba'di deydi yoki qaysi bir narsa. Buni qaytarib berishda ishonchli bo'lish. Muomala qilayotgan kishilarni qaqsoq qilmaslik yoki oldimaslik, yoki qaqshatmaslik. Bu ishonchli bo'lish alomati. Endin xiyonat qilmaslik eng muhimi. Nimani qo'yib qo'ygan bo'lsa, omonatda uni xiyonat qilmaslik bu ishonchli bo'lganlikdanki taqozosi hisoblanadi. Ammo afsuski ba'zi bir kishilar borki, jamiyatda ba'zilar ular bir narsa omonat qo'ygan bo'lsa, pul deydi masalan. Pulni vaqtida bermaydigan. Bergan bo'lsin, parchalab pulning barakatini o'chirib o'tadigan. Yoki pul sildi tutdusin desa, ruxsatni so'rmay turib ishlatib oladigan. Bunda ishonchsizlik alomati bor. Masalan, $5000 kelganda berman debmi? $5000 sen tutdusin dedi birisi. Saqlayolmaydigan deb biz ya qaysi bir munosabatlar. Demak, bu yerda $5000 tutdusin degan bo'lsa, pul egisiniki buni ehtiyojning qachon bo'lganligini omon saqlagan odam bilmaydi. Bugun bo'lishi mumkin, ertasi bo'lishi mumkin, bir oydan keyin bo'lishi mumkin. Demak, manchilik vaqtgacha pul ishlatgach to'silmaydi desa, u haq egisi. Ruxsat bergan bo'l. Agar unda demagan bo'lsa, "Men $5000 men ishlatib turay bakat o'g'cha" deb ruxsatni ishlatsa, to'g'ri qilgan bo'ldi, bo'lmasa boshqalarning haqqini yeb olgan bo'ldi. Ya'ni ishonchsiz bir holat kelib qolgan bo'ldi. Xo'sh. Bu masalada buni diqqat qilish lozim. Bu birinchi sifat rostchilik bo'lish, ishonchli bo'lish. Ikkinchi sifat savdogarniki shubhilik savdolarda jiroq turish. Ya'ni shubhilik degan harom bo'lish ehtimolligi bor. Halol bo'lish ehtimolligi bor. Lekin bu so'z etmesi boshqalarning haqqi chetilganligi uchun harom tarafi yuksak o'g'ashqa yoki harom taraf kuchli o'g'ashqa deyli. Shuna bu savdolardan alohida diqqat qilish lozim. Ya'ni bu ibodat dedik, savdo setibdi. Bu ibodat o'g'an ekan, savdogar bu sohaga kelgan chog'da haloldan pul topib, haloldan rizq topib, halol yo'lga ishiltish uchun harom savdolardan uzoq turishi va shubhilik savdolarga kirib qolmaslik lozim. Masalan, ba'zilar borki, shubhilik savdoni qilaveradi. Yoki harom aralash savdoni qilaveradigan, yoki o'sim aralash savdoni qilaveradi. Bular nimaga tayin bo'lsa, oqlaydi. Shubhilik deganda qanday shubhilik? Ya'ni harom bo'lib qolish ehtimolligi bor degan. Biraz misallar. Mahsulotnoma. Mahsulot setayotgan narsa. Setayotgan narsa. Masalan, turli shubhilik narsa. Ya'ni yeb ichadigan narsadanki harom bo'lib qolish ehtimolligi. Masalan, ba'zi bir cho'kililar misol qilib Turkiyada deydi. Boshqa yana misol qilmaydi. Mening anglashimcha bir qism cho'kililarda harom narsadanki maylar bor deydi. Xo'sh. Buni tekshirmagan chog'da, keyindagi yozgan narsa o'qimagan vaqtida men harom narsa yeb sirish ehtimolligi bor. Gerçi cho'kilib qarsa, shakli chiroyli, ismi go'zal bo'lgan bo'lsa-mu, uningki halol, haromlarga diqqat qilamiz, keyingi moddiy o'qimasa, masalan bu shubhilikdir. Buni mushar yashagan insonlar so'zlagan masala. Shunga ba'zi bir insonlar borki, shubhilik savdoga kirib yoki shubhilik harom aralash bir ishga qatnashib, savdo setiq qiladi. Yoki o'sim aralash bir narsa qatnashib, buni fatvo izlaydigan. Osh ish zot to'g'ri edi. Qiysak bo'ladi. Mush ishni qilsak, nab foyda bo'lar deb kuchlantirgan insonlar. Bular nimaga tayin bo'lsa, ba'zi bir bilimsiz qora qo'saqning fatvosi. Bu shariatda fatvo berishning bir asosi va qoidasi va prinsiplari va bosqichlari. Buni tushunmaydigan, buni bilmaydigan bir qism vaizlarning kayniga kirib, harom savdoga aralashib qolgan, o'simning kayniga kirib ketib qolgan yoki shubhilik savdoga kirib qolgan bunday ahvollarning jamiyat yo'q emas. Shu bu yerda qarindoshlarni bundan ogohlantiramiz. Ya'ni fatvo olgan vaqtida fatvoning ishonchlik,
shariatni yaxshi bildigan, shariat kasbini yaxshi tushungan, fatvo berishdanki qoida prinsiplarini, asosini yaxshi bildigan bunday odamlar ish lozim. Qandaqdir bu yerda sallil taqib olgan yoki yob jinasi kiyib olgan bu odamning formasiga qarab olmaslik lozim. Yoki maydonga chiqib to'xtamay Qur'on, sunnat so'zlagan hammasi og'ilmaydi bu fatvoni. Vaizdan fatvo og'il bo'lmaydi. Xo'sh. Vaiz ma ish to'g'ri, ma ish xato deb oshkor bo'lgan, aniq bo'lgan narsani so'zlaydi. Ammo fatvo masalasi bu intayin nozik masala. Birisi halol harom taqishadigan, yana birisi boshqalarningki haqqiga taqishadigan bir masala. Shuning bu masalada intayin diqqat qilish lozim. Peygamberimiz qarasak, shubhilik ishlardan va shubhilik o'rinlardan yiroq turishga buyurgan. Shuning bilan birlikda bu shubhilik ishlarni qilib solgan odam tadrijiy bu harom ishlarni qilib solishi mumkin deb ogohlantirgan aniq dalil bor. Masalan, hadis sharifda al-halalu bayyin val haram. Bir qism halol ishlarni aniq ro'shan. Masalan, pok yemek-ichmaklar deydi, o'ziniki islom mubah qilgan doira. Ya'ni haromdan boshqalar hammasi halol. Yana bir qism harom bor, u aniq. Masalan, qimorga o'xshash, aroqqa o'xshash deydi. Yani bazı bir işler var, kişiler uqanmaydigan. Mutashabiyat. Bir tarafı qarasa halalga deb qaldigan, bir tarafı qarasa haramga chiqib qaldigan. Yani halalmi, haram deb uqanmaydigan oyunda bir böl kişiler var deydi. Ma aniq halaldigo mesela birisi dükkan açtı. Rasmiyatini ötep deydi. Bu iş halalmı tabii halal. Onu dükkanga salgan, satgan narsa halal bo'lgan ekan, o ish halal. Yani bazı narsalar var, aniq haram bo'lgan narsa. Mesela İslam dini haram qilgan bir ish, qimorxona ochdi deydi. Mesela yoki aroq satdi deydi, yoki banka chiqqan bo'lsa o'sim bilan savdo sotiq pul almashtirdi deydi. Bunun o'xshash aniq haram ishlar. Bir bo'lak shubhali ishlar bor. Ikkisining orasida qolib qolgan. Bu ish halalmi yoki harommi aldirib chiqqan. Buni la ya'lamu kathirun minan nas. Jiq adam bilmaydi. Bunu bildiğin adam nait az deydi hadisning o'zida. Bunu bildiğin adamlar faqihli biladi deydi. Mujtahid olimni biladi deydi. Haqiqiy ulamo vaiz bilmaydi bunu. Meydonga chiqib olgan sakilganlar hammasi bilmaydi bu masalani. Ma masalada intayin ehtiyot qilinglar musulmonlar deydi. Hadis sharifda faman ittaqa shubahat. Kim shubhilik bir ishda saqlanarsa, bu ishda shubhi bor ekan, ya'ni harom bo'lib qolish ehtimollik bor deb men bu ish yaqin kelmaydi deb qaz bu odam dinidan sog'lom turgan odam. Kemen nimboz bo'lmoqda pul topib oldi ekan, oson topadigan bu usul ekan deb. Yoki bo'lmagan bo'lsa palani molla mundaq deb turdi. Tagiga qarasa, molla degan nom bor, damolla degan nom bor, amaliyotda qo'saq bo'lmachi yo'q. Bu fatvoning shartini bilmaydi. Bunun fuqarolar nima deb qargan, buning o'lcham prinsiplarini unimi bilmaydi. Xo'sh. Bunun puchqaqga bir shaz bir fatvoni, g'alib fatvo so'rab chiqqan bir qismi bor. Ha, o'yindan kaynaga ishini qilganlar yo'q emasmi? Mesela buna misal alsak mı şu Bayazıt çoğun bazada 10 milyon dolardan cık pul köyüp gittiğilik. Yokap gittiğilik Uygur'un pulu. Nimek asasını köyüp gittiğilik? Nimek asası yokalap gittiğilik? Muşu kişiler bazı 100 milyon dolar, bazı 200 milyon, bazı men tanıydıqanda 200 milyon dolardan mullak ettiğilik burun. Bazı milyon değil. Nurgun pul yokap gittiğilik. Sebep ne? Bir faqihdim, bir alimdim, mush durusmi, durus emasmi, ne durus emas deb so'raqliqni so'ramalik bo'ldi. Xo'sh. Ya'ni o'zining 50 ming dollar puli bo'lgan bo'lsa, 200 minglik savdo qilaylik. 100 ming dollar puli bo'lgan 500 minglik savdo qilaylik. Shu yetmaydigan dar. Shuning o'zining asli pulimi tijorat foydasi ham bo'lgan narsa. Ba'zi foyda oldi, ba'zi o'mi butun quruq qilaylik. Demak, bu bir vaizninki gapiga ishinib kirgan ahvol unda xabar mavjud. Agar shu gap rost bo'lsa. Xo'sh. Demek bir dinninki prinsiplerini, fatvanın qoidalarini tushunmaydigan qarqo'saq birisi, mulla sifatlik birisi. Bir fatvo nurg'un odamni azirib, nurg'un iqtisodni vayron qilib o'tgan bo'lsa, ya'ni bir qarqo'saqdan biz qilmasmi? Bunday ahvol chiqib yuzmaydi. Masalan, hijrat voqeasida chiqib ketgan dalilsiz fatvolar, asos yo'q gaplar. Bunun misollari chiq. Xo'sh. Demak, bu yerda fatvo oldigan yerda haqiqiy olim. Bu prensipler okudu mu? Bir ölçem bilemdi bilmemdi. Ya kuruk bir namı bunu ta'kidlab qilish lazım. Ama afsuski xalqimiz bu yerga kelgan chaqda hayajon qoldi. Hayajon bo'lg'achqa bu kimninki bir olim, kimninki bir voiz ekanligini buni ta'kidlamaydigan ahvolda mavjud. Masalan, misol olsak shu belik ishlarda yemek-ichmak soldigan, oshlar soldigan tetitqi. Xitoyda ishlab chiqqan Beijing degan narsa misol qiladi, shu belik narsa.
Bu şubilik olab mı? Haram derecedeki şubilik ağır bir mesele. Nima uchun desa, chunki buningga nimani saqlanligini Bütün dersin ustuqan. chunki Xitoyniki nimasida halol harom deydigan o'lcham bormi? Yo'q. Unda bo'lgankin to'ngizni yamdo'z yeydi. Odam yamdo'z yeydi. Yana bir narsa yamdo'z yeydi. Unda bo'lgan chaqda odamning sunkini misalishi, yana bir narsa sunkini ehtimollar kuchli emasmi? Kuchli. Xo'sh. Şunu bir yerde bu alaq sayını tehditimiz, yana bizim tehditimizde bu Xitoy ishlab chiqargan tehditini saylash harom darajadagi shubhalik ish. Şu musulmonlar buni saqlash lazım. Uni sanmasın bo'ladi. Qanday ular biz sayga tayyor kirgunimizda harom narsani yeb, qanday ko'ngil ko'tarsin, qanday vijdon ko'tarsin, qanday bu musulmonlar ko'tarsin. Şu bundaq oshxonalarda tamak yemaslik lazım, kirmaslik lazım. Hicret qildik deydi, ammo qilgan ishlar haromdan xoli emas. Ma ish shubhilik, ma ish gumonlik desa, uningga parvo qilmaydigan bir qism tijoratchilar yo'q emas, bormi meydanda. Xo'sh. Bu hozircha bizning oldigan misolimiz, boshqa misollarni keyincha yani alsak bo'ldi. Bundan keyin darsga. Shubhilik tijorat masalasida ayrim bir bölüm qilsak bo'ldi ekan. Bo'lib bilganki, mushar xil tor dunyosida yiroqdan qilayotgan nurg'un masalalar var hozir. Buni bir ayrim bir suhbat qildik inshaalloh. Hem üçüncü bir süpte savdogar bo'lsa, xayriy ihsondan ayrilmas. Ba'zilar deyishi mumkin. Men pulimdan zakatini berdim o'g'lim. Bu puldan zakatini bergan bo'lsa, o'zining mol-mulkini o aqlagan, paklagan bo'ldi. Allah belgilagan farzni ado qilgan bo'ldi. Bu yerda musulmon savdogar har qanday vaqt xayriy ihsondan ayrilmaydi. Chunki Alloh taolo uning ato qilgan mol dunyoda zakatdan iborat boshqa haq huquq bormi? Aslında dinini qo'g'dash uchun ishlatadigan haq var. Millat qiyinchilik qilgan bo'lsa ishlatadigan haq var. Vatan qiyinchilik qilgan bo'lsa bir islom tuproqi uning uchun ishlatadigan haq var. Shuni bu yerda musulmon mening mush o'rinlarga islom uchun, vatanim uchun, millatim uchun yordam qilishim mening musulmonlik majburiyatim. Deydigan bu tuyg'u bilan yashash lazım. Bu musulmonlik majburiyati. Yo'q, men zakot berib qo'ygan, ham mening ishim yo'q. Siz haqning bir qismini ado qilasiz. Xo'sh. Onundan başka mı ciddi bir ihtiyaç tepelip kapkasa yani gədiniz düşkən bu hak davamlaşır. Ve emma bi ni'met rabbike tahaddisir. Kur'an-ı Kerim'de. Allah bəgən haqqını ada qıl, Allah'ın bəgən ni'metin haqqını ada qıl. Allah sana verip hoş ol buna. Bu özünün pəzileti, özünün savabını aşırdığan bir iş. Özünün musulmanlığının samimiligini isbatlaydigan bir iş. Bu takvalık yoldaki, iman yoldaki asaslık bir ölçem. Doğru, bunda degan ba'zanlar bu pul topmoq tez. To'g'ri, pul topmoq tez. Ba'zi insonlar jinini berishga rozi ekan, pulni berishga rozi emas. Lekin Qur'on Karimda innama amwalukum va avladukum fitna. Pul chiqarmoqning tasdiqidan pulni boshda ekyapti. Mal dunyo farzand bu sinaq deydi. Shu boshqa oyatlar yujahiduna bi amwalihim va anfusihim. Cihat qilgan vaqtida meli bilan va jeni bilan cihat qilib, jenini boshda qo'ymay melni dedi. Nimishqas ba'zi odamlar jenini chiqarish rozi ekan, lekin pulni chiqarishga rozilik bo'lmaganlik uchun, ya'ni ko'ngli ba'zi tatmaganlik uchun, mana haqiqiy cihat ba'zi jon bilan, ba'zi mol bilan bo'ladi deb, alayda mol-mulkni ishlatishga, islom uchun, millat uchun, vatan uchun ishlatishga Qur'on Karim nechilagan oyatlarda buni tashabbus qilmoqda. Uning ustiga ba'zi bir tijoratchilar ya köplagan tijoratchilar deydi. Tijorat orqali yolg'on gap qilib saldigan. Xo'sh. Yolg'on qasam qilib saldigan. Yoki shubhilik savdo setiqlar o'rlashib qolgan bunday ahvollardanmi xoli bo'lmamiz kerak. Shuni bu yerda bu savdogarlar yolg'on gap qilib qolgan, yolg'on qasam qilib qolgan, masalan, nech pul qolgansa $10 olgani $20 deb saldi. Yolg'on gapmiz, yolg'on gap. Ya dememiz sözden işi. Ya diyen boz 10 men bunu 30 satıp $30 ise normal iş. Lekin onu qağını jigeme gitse yalgan bilim yalgan, enak yalgan. Demek bunda bir hata işlerini o paklaş lazım. Özünü bir yerde ıslah qilish lazım, tuzish lazım. Bu ne bilen tuzdu? Kaparet verish lazım. Bunun kaparetini xayriy ihsonni ko'p qilish lazım. Şu peygamberimiz bu vaqtda ya ma'sharat tujjar, tijoratchilar dedi. Savdogarlar dedi. Ma savdo setqinlarda lag'v. O'rinsiz gaplar, o'rinsiz qasamlar, ba'zi yolg'on gaplar, keraksiz gaplar, xato ishlar biyat bo'lib qoldi. Valhil qasam qilib qolgan, qasam qilmaydigan ham qasam qilib boshqalarni qanoatlantirib qilib qolgan, bunday ish bo'lib qoldi. Ma xato ishmi?
Şu sizler sol setikanlarını sedika veriş arkalı, hayri ihsan kılış arkalı mal mülklerini paklanlar deyip. Peygamberimizden buyruq görsetmez bu. Demek sol setikta ayında bazı yalgan gap kıldığan, yalgan gap kıpsaldığan değil. Bazı kaçam kıpsaldığan, bazı şübheli kişiler aralışıp kalgan ahval mevcut Peygamberimiz öz zamanında degen bu. O öz zamanında boğa ya bugünkü oxşaş dünya bombaya kalandı boladı bu gap. Bu üçüncü süpet. Dördüncü süpet çıraylık talep kılış. Yani çıraylık talep kılış degan birisi de birisinin elişi var, qaz var. Yoki mal elişi var ya pul elişi var. Bunu tapşırıp aldığın vaqt gap qaz çıraylık usul işiltir. Birinci qatimda adam yoki dastlab qatimlarda adam bayada qistab so'rab uningga yuzini tökmaslik. Agar qashag'ini qilib bag'ini o'ynamasa, bir necha qatim chiraylik gap qilsa-mi? Xo'sh. U vaqtida eg'ir gapni qilsa halol malol emasmi? Halol. U vaqtida halol. La oyatni keyin deydim. Shunda qarzdor bo'lib qolsa, qarzdorning ahvoli qiyin ahvolda bo'lib qolsa, uningga bir oz muhlat berish bu musulmonlik axloq hisoblanadi. Chunki Qur'on Karim va in kana zu usratin fa nadiratun ila masr. Agar qarzda adam qiyinchilik qilib qolgan, haqiqiy qiyinchilik qilib qolgan bo'lsa, ya'ni qo'ymicha emas, yoki yolg'oncha emas, haqiqiy qiyinchilik qilib qolgan bo'lsa, bir oz uningga muhlat beringlar deb. Alaydi bu yerda musulmonlar ko'rsatdi. Bu musulmonlik majburiyati. 5-chi axloqi kelishim bo'lsin, yoki qarz bo'lsin, yoki boshqa bir belgilar bo'lib qolsin, buni hujjatlashtirish, buni tabiiy orqali, rasmiy o'rinlar orqali buni hujjatlashtirish bu intayin muhim. İslam dinimiz so'z qilib bo'lsin, yoki boshqa har turli kelishim ishlar bo'lib qolsin, buni hujjatlashtirish alohida ta'kidlaydi. Tashabbus qiladi. Xo'sh. Qarz bo'lib qolsa, yezib hujjatlashtiraoladi. Berib turgan bo'lsanglar, olgan bo'lsanglar va kelishim bo'lgan bo'lsa, ahdidan bo'lgan bo'lsa, buni hujjatlashtirish deb tashabbus qiladi. Nima ish qilsa, shuniki qarz va boshqa narsalarni hujjatlashtirgan vaqtida bu haq egalarining haqqini qo'g'daydi. Masalan, bizsa sayda manchilik bilan elishim bor $10,000. Qo'lda hujjat bo'lmay qolib qolsa, tuzkodim bir so'p qasdim dedi. Qachon opdim men senga dedi. Allohdan qo'rqmaydigandan bir so'p qolsa, qachon opdim tinivasini o'layverdi. Demek bu yerda bu hujjat uning haqqini qo'g'daydi. Hukumat orqali yoki rasmiy o'rinlar orqali. Yani shundoqlar ikki taraf orasida talash tortish jidal majroni oldini oladi. Şu Kur'an-ı Kerim bu vaqtda ya eyyuhallazina amanu iza tadayantum bidaynin ila ajalin musamma faktu. Ma'lum muddatgacha birlar qarz berib turgan bo'lsanglar, qarz berishib turgan bo'lsanglar yezib qo'yinglar dedi. Yozmasin bo'lamdi, bo'ladi. O'zaro bak ishonchli odamlar bo'lib qolsa, bir-biz xiyonat qilmaydigan, tenib olmaydigan ish narsa. Ammo inson ajal kelsa o'lib ketishi mumkin. Dadasi bilan so'g'at qilishgan bo'lsa, dadasi ketib Badis uqmaslik mumkin vaqtida nima qilib nima isbot va deyish mumkin. Demak, har xil ehtimollik. Shu bu yerda qarz berib turgan bo'lsang, yezib qo'yinglar dedi. Bugun kunlikda bo'layotgan fatvo masalalarida bo'lsin, boshqa ishlar bo'layotgan ko'plagan masala qo'lda hujjat bor, hujjat yo'q. Ishini qilib ekanman deydi, ishning oxiri chatoq chiqildi. Bir-birisi urishayotgan, tilashayotgan, haqorat qilishayotgan bu ahvollar ko'p. Demak, islomning mush ko'rsatmasi amal qilmaganlikdan, qarz bergan, qarz olgan chog'da hujjat bo'lmaganlikdan jamiyatda fitna fasad, quruq gaplar, bir-biriga tuhmat qilish ahvollari yo'q emasmi? Buni yana nurg'on nimalar bor deyiladi, biz boshqa sohaga kelsak. Demak, bu yerda haq huquqni qo'g'dayman desa, uni muhr orqali rasmiy o'rinlarda, masalan, Turkiyadagi notar deyli va boshqa yerlarga o'xshash buni qilib bu intayin insonning huquqini qo'g'dash. Masalan, inson bu yerda turib boshqa bir yerda uy olgan bo'lsa, rasmiy muhrlangan tam bo'lib qolsa, satalarni satalaydi. Nima orqali qilsa, hujjat orqali qil. Demak, boshqa huquqim inson erishadi. Demak, bu 5 turlik axloq bu so'z-setiqniki muhim axloqlar hisoblanadi. Bundan boshqa bir mujdar va eng muhimlarini bayon qilamiz. Allah razı olsun. Endi oxirida shu so'zgarlar yana diqqat qilishga tegishlik axloqiy sifatlar bilan tugatgan bo'lsak, lekin abayqim shu 3-sili xayr ihsonni ko'p qilish masalasida balkim ko'rilmada diqqat qilishga tegishli. Xuddi oxiridagi jumlaninki tijoratchilarga xitob qilingan so'z. Tijoratchilar shunda yolg'on gap qilib, aybini tushirib yoki sassanglarni bir chiqish yo'li va degandek tushunib qolmasligi kerak bo'lmaslaringizmi?
insonchilikningki ba'zi xatoatini herkes bunu o'ylab mesela qilsak bo'ldikan yolg'on deb qasam qilib uni qilib buni qilib satsak uning keyinden uni ancha muncha sadaq qilib poklasak bo'ldikan deb tushunsa boshdan xatolashgan bo'ldi musulmon. Hech kim Allohni aldayman deb ham xiyol qilmasin yani. Bunu qilib qaldırsa bu planni tuzib olib, ama insonchilikda ba'zi shu xatolarga tushib qolsangiz bunda bir Allohning rahmati bor deganni bildirdi. Boshdan plan bilan mangan vaqtida xohlasangiz nima dunyoni sadaq qo'ysangiz-mi Allah undaq haromdan kelgan narsani hech birisini qabul qilmaydiganligini bilishimiz kerak bunu bahslab qo'ydim. Oxirida shu axloqiy sifatlar haqida. Biz yuqorida Saudiga tepish güzel axloqlarni muhim degan bo'lsak, hamda Saudiga yiroqlish tegishli, ya qilmaslik tegishli bir bo'lak salbiy sifatlar va nachar sifatlar. Bundan yiroq turish lozim. Masalan, bu sifatlarning birinchisi boshqalarning haqqini kamaytirib qo'ymaslik. Yoki jin kamchan tarozida kamaytirib etmaslik. Yoki jin kamchanda adil bo'lmaslik deydi. Ya'ni bu nima degan gap? Masalan, jinda bo'lsin yoki kilolashda bo'lsin yoki sonda bo'lib qolsin, buni o'ynashmaslik jin kamchan bilan yoki uni igizbas qilmaslik degan bo'ldi. Shunga Saudiyalar mayli jinliganda bo'lsin yoki kilolaydigan narsa kilolaganda bo'lib qolsin yoki oltinchidan tarozi o'xshashda bo'lsin yoki sanab biladigan narsa bo'lib qolsin, bu yer boshqalarning haqqini kamaytirib qolib qolsa, u vaqtda boshqalarning haqqini yeb olgan bo'ldi. Bunga alayda diqqat qilish lozim. Endi boshqalarning haqqini jinkamchanda kamaytirib etgan odam birinchi qilib kishilarning ishonchi yo'qdir. Ikkinchi qilib tijoratda barakat topmay ziyon topadi. Bu yerda bo'lgan bo'lsa, oxiratga borgan chaqda Allohning ig'ir azobi qiladi. Yomon yer bu yer. Bu dunyoda kishilardan quruq qoldi ishonchsizda, tijoratda barakat bo'lmay rivoj topolmadi, azroq foydali bo'laman degan bo'lsamiz, ya'ni oxiratga borgan chaqda Allohning azobi qiladi. Chunki Alloh taolo jinkamchanda o'ynashgan yoki boshqalar berishlik haqni mayli sonda bo'lsin, rang bo'lsin, turib masalan, telefonni misol qilaylik. iPhone telefon. Biz oq rangli telefon olamiz dedi yoki biz qora rangli. İnsanlarga zavq har xil. Biz ko'k rangli dedi. Rangni almashtirib oldi. Bu yerdan boshqalarni garchi jinkamcham tushmasmi, rangni almashtirib olganmiz bilib turib, vaqtida yana mush doiraga tushamiz shu. Boshqalarning haqqi tajovuz qildi. Biz oqni qo'shib yo'q, bizdan qorani qo'shib mesela. Bu doirasi kanar bo'shdi. Shu Qur'on Karim bu vaqtda vaylul lil mutaffifin. Boshqalarga yengil qilib Jin tarozi bilan o'ynashadigan, boshqalarning haqqini to'liq bermaydiganlarning holiga qo'ydi. Bular boshqalarni oldigan vaqtida to'liq gramlab oladi. Boshqalar qazi bo'lib qolsa, bir tiyinmi qoldirmay to'liq oladi. Agar boshqalar birdigan bo'lib qolsa, o'taydigan bo'lib qolsa, yaxshiroq qisib oladi bo'ladi. Amal qilib bermaslik tirishadi. Parchalab, bijnima qilib yo'q chiqtirishadi. Bu adamlar oxiratga borgan vaqt bu ishdan hisobini birdiganligini bilmamdi deb Qur'on Karim bu vaqtda alayda ogohlantirdi. Xo'sh. Bu birinchi sifat. Demak, jinkamchanda adil qilmaslik saqlanish lozim. Ikkinchi birisi aldamchilikdan saqlanish lozim. Ya'ni bu yerda aldamchilik deganimiz savdogarlar meli bo'lsin yoki sotadigan narsalar ko'p qolsin, buning go'zal taraflarini bayon qiladi. Ammo uning ayb tarafi bo'lib qolsa, üşürüp kalgan. Bu aldamçılıkımız aldamçılık. Malın ahvalı bu. Bunun icabi tarafı, selbi tarafı. Ya ki mandak eybi var demez. Mesela telefonu misal kalayım. Telefonu satqa adam bildi. Onun ki meyine mesela bataryaş misal kalsak meyinin ki 2 saat yitem, 4 saat yitem. Telefon karısı çıraylakta göründü, sakta göründü. Lekin meyi karısı tutmaydı. Bunda oğanca bu taş koşu binası ayrılıp kaldı. Demek bir yerde telefonun alımağı mani dep koyuş lazım. Aldığı adam nispeti. Yoki olmagan bo'lsa, malning salohiyatini yushirish. Masalan, ba'zi narsalar bor, 6 oyda kerak chiqadigan. Masalan, dorining misol qilaylik. Men tiyopilning dorisini uqmayman, men boshqa dorixonlarga dori qarasak, ba'zi dorilar 6 oyda keyin, ba'zi 2 yil ekan. Chunki shunga o'xshash yemek ichmaklar. Bir qism konserva xarakterdagi narsalar. Masalan, o'ralgan ba'zi nasl deyli. Buning vaqti bor. 1 yil, 2 yil ekan bu işletici bo'lmaydi deydigan. Chunki saqlagan moddadan vaqti tushib ketdi. Buni yuyish bo'lsa yoki malni ishlab chiqargan davlatni saqlash bo'lsa. Masalan, Xitoyda ishlab chiqarib buni Fransiyada yozib olgan bo'lsa, yoki Turkiyada yozib olgan bo'lsa, aldamchilikmi, aldamchilik emasmi? Aldamchilik. Chunki bir inson Xitoyda yasalgan narsa bo'lib qolsa olmayman deydi. Masalan, musulmon misol qilsak, birisi soxtalikdan olmayman, ikkinchisi musulmonlar zulm qilishni olmayman deb niyat qilgan bo'lsa. Endi birisi qo'pab buni soxtalashtirib
Xitoyda ishlagan narsaga Turkiyaning markasini chaplab qo'ygan bo'lsa, Xo'sh. saqtılıkmı, saqtılık emasmi? Bu saqtılık emas. Albatta. Bir markani boshqa yerga yasib ekilib, kiyimni boshqa yerga tikib, uning chaplab olsa, saqtılık qatori kiramdi, kirmamdi? Bu bir saqtılık. Bunun o'xshash misollar har tarafdan chiqadi. Shuning bu ishlarga alohida diqqat qilish lozim. Chunki bu aldamchilik. Zamanımızda bunun misalları ko'p. Halbuki bu ish qarasak, bunun yolg'onchilik bormi desak bor, xiyonet bormi desak bor, saxtalashtirish bor. Demak, bu 3 gunoh teng o'rtoqlashgan ish bo'lsa, bu shariatda eng og'ir gunoh hisoblanadi. Bu yuqorqi saxtalar boshqa qaragan chog'da eng og'ir gunoh hisoblanadi. Shu payg'ambar alayhisalom bu saxtalik qilish yoki ko'z bo'yamchilikni alohida ogohlantirib, men g'ashshana falaysamin. Bu saxtalik qilgan odamlar musulmonlarning axloqidan chiqib ketgan odamlar deb bularni qattiq tanqid qilgan. Uchinchi nachar sifat, savdogarlarda bo'lmasligi nachar sifat, yolg'on qasam qilmaslik lozim. Ya'ni yolg'on qasam qilish savdogarlardagi nachar sifatlarning birisi. Ya'ni nima deb yolg'on qasam qilsa, masalan, malning bahosida Allah qasamki 10 ming dollarga olgandi. Masalan. Yoki malning isilligini bayon qilmadi deb qasam qiladi. Yoki bo'lmagan bo'lsa, malning salohiyatida. Bu masalan, 2 yilga chimanchilik, 4 yilga chimanchilik deganga o'xshash. Malning salohiyati haqida xaridorlarni qanoat qildirman deb qasam qiladi. Xo'sh. Yoki bo'lmagan bo'lsa, malning aybi yo'q, bu malning faqatlam aybi yo'q, pak-pakiz mal deb qasam qiladi. Maqsad qarshi tarafni qanoatlantirish. Bu yolg'on qasam bo'lsa, yolg'on qasam. Demek bu yerda bu ilm satımı qo'shib bu ishlarda Allohni tilga olib, musulmonninki hurmatini oshirib, qanoatini qo'lga keltirman deyish bu musulmonlarchilik qilgan bir tajovuzchilik. Dinimiz buni cheklamiz chekdi. Chunki Alloh taolo Qur'oni Karimda "Va la taj'allahu urdatan li aymanikum." Allohni kaskanmas chaqchaq qildigan yerga ishlatmanglar deydi. Alloh ular qasamki degan gapni buni kaskanmas yoki o'rinsiz yerga ishlatmanglar deydi. Bak bir zo'r bo'lgan ta'kidlaydigan yerda ishlatamiz. Bu normal yerda bir qasam qilmasin bo'ldigan yerda uni ishlatmaslik lozim. Payg'ambarimiz bu yerda ogohlantirib, mal sotadigan odam, bina sotadigan odam qasam qilib bersa, bozor oqidi deydi. Ha bu qasam qilib berdi emasmi, bu rost o'xshaydi, to'g'ri o'xshaydi deb, yani bozor oqidi, foydali, lekin barkat yo'q edi unda. Xo'sh. Hada sen pul topganda qilganlar, qilgan ishingda barkating yo'q sening dedi. Şuna bir yerde bu sosyal qishlarda qasam qilish normal holati makro deb qaraladi. Buna majbur olmasa, buna qasam qilmaslar. Chunki bu qasam deganni nozik, muhim yagan chaqda qildigan emasni. Ama qasam qilgan odam qasbi yolg'onchi bo'lib qolsa shu. Ay yuqoriga o'xshash hamda rostni deyman deb qilsa, u ayrim bo'ldi. Zo'r. Agar yolg'on qasam qilgan bo'lsa, yolg'onchi bo'lib qolsa. Bu normal holat emas, bu normal holat emas. Bu eng cho'ng gunoh sodir qilgan insonga aylanadi. Mesela Peygamberimiz bu vaqtda 3 adam bor. Allah Teala kıyamet bulan çırayığım qaramaydi. Gap sözümü qilmaydi. Yani hurmat so'zi yo'q bular. Bandilarim dedi hurmat so'zi yo'q. Mukofot mu yo'q dedi. Bu adamlar musulmon, muttaqi adamlar deb oldini hisobda jannatga o'dil ma'adigan buning qatorida o'rni yo'q odamlar. 3 turlik odamlar. Bular kimlar? Birisi al-musbil. İşlerini uzun kiyip, kiyiminin uzunluğu bilen, baylık bilen, mutakabbirlik qildigan edi. Yoki muvazzaf normal holatda, mesela o'shqidan 2 santim, 3 santim kiyip, bundaqa ba'zi sangilab qolgan, 1-2 santim, o normal bir holat. Kibrlik maqsad bu. Demak, zamonimizda hozirgidek rahbarchilik yo'q. Ba'zi bir insonlar va o'zining boyligini ko'rish uchun, kibrlikni ko'rish uchun so'rab mangadigan. Demak, bu kibrlik maqsad qilinsa, ishlarni uzun kiyishdan yoki boshqa bir kiyimni uzun so'rtmas, kibrlik maqsad qilinib qo'yib qolsa, kibrlik o'g'il uchun qiyomat kuni jazolanadi bu. İkinci bir insan mennan deydi, minnat qo'y. Birisiga xayr ihson qilgan bo'lsa, bir ish ona yoqmay qolib qolsalar, minnat qilib eziyat berdigan. Yoki boshqa shu gap deb shurib, u odam eziyat berdigan. Bir xayr ihson qildi deydi, yoki zakatni berdi, yo bir ishni qilib berdi, yo to'yni qilib qo'ydi deydi, yoki o'qitib qo'ydi. Bir ishni qilmasam, andag'ini manda qil. Sen bu ishni Allohning rozisi qilgandan savobini olding. Demek minnet kılıp başlarıp eziyet versen savabın tugaydı bir yerde. Üçüncü bir insan bir münasibetle el munfiq sil'atu bil hilfil kas. Yalgan qasam kılıp melini satıdığı adam. Yalgan qasam bilen bazırını çıkardığı adam. Kıyamet günü Allah karmaydığı adam.
Rahmet nezirlen qaramaydigan adam jazolanadigan adam deb ogohlandi. To'rtinchi bir nachar sifat tijoratchilarda yoki savdogarlarda bo'lmasligi ishga monopol qilish. Ya'ni monopoldan maqsad insonlar jiddiy ehtiyoj bo'lgan narsa, masalan, yemek-ichmak. Buğday, guruch, yog' deganga o'xshash. Mesela İstanbul'da, Türkiye'de bazı yüz verip durduğun. Yani doğru dermek. Ya şuna o'xshash insonlar jiddiy ehtiyoj bo'lgan narsani monopol qilib olib, qimmat chiqqan sotaman deb kishidan turmushni ta'sirlashtirsa, bu mu ig'ir, xatolik, musulmondachilik axloqiga yarashmaydigan nachar sifat hisoblanadi. Shuni payg'ambar alayhisalom la yahtakir illa xatir. Xato ish qilgan odamdan boshqasi monopol qilmaydi. Demak, monopolning o'zi bu xatolikdir. Kishilar ehtiyoj bo'lgan narsani ozroq foydasini setib, boshqalarga, musulmonlarga, qarindoshlarga yor yo'lak bo'lmasa, bu odam ig'ir xatolashgan odam. Demak, bu yuqorqi ijobiy savdogarningki salbiy sifatlari. Ijobiydan 5, salbiy sifatdan 4 ni bayon qilgan bo'ldi. Salbiy sifatga jin kamchanda adil qilmaslik, aldamchilik qilish, yolg'on qasam qilish, monopol qilish deb. Va boshqa sifatlar mavjud bu yerda. Demak, bu yuqorqilarni nima tushunimizsa, savdo satiq aqidadan ayrim bir ish emas. Shariatning ko'rsatmasidan ayrim bir ish emas. İslamning prinsipidan ayrim bir ish emas. Bu savdo satiq islomning bir qismi. Tijorat islomning bir qismi. Iqtisodiy tuzum islomning bir qismi ekanligi bu yerda aniq ro'shanlashadi. Shunga qaysi bir savdogarlar islomning prinsiplariga, qimmat qarashlarga, axloqiga ergishib qolsa, bu odam Allohga yaqin bo'ladi, ham musulmonlarning nazardami hurmati oshadi. Buning bilan birlikda o'zigami jamiyatga bu odam yaxshilik qilgan. Agar aksi yo'l tutib qolsa, Allohning nazariga buning o'rni tushib ketadi, insonlarning nazaridagi uning e'tiborimi tuvallab ketadi. Ham o'ziga, jamiyatga ziyonli bir insonga aylanadi. Köpten köp rahmet. Allah razı olsun. Tüyetken olsaqdı. Qadirli görürmelerimiz, şuna qilib bugünkü 105. sanımızda müşahede ahırlaştıraydı. Hakikaten nəhayət güzel məlumatları birimiz dikkat qilishga tegishlik nurg'un masala söylendi. Allah hemmimizni anlağanlarımızga amel qilish nimetini ata qilsin hammamizga. Allah ömür verse aldığımızdaki haftada o'xshash saatda boshqa bir temada ko'rishguncha aman bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.